Sherzod Ibragimov 39 yoshda. MAP Innovation mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi. Oilali, 3 nafar farzandi bor. Faoliyati IT sohasi. 11-sinf bolam 8 million oylik olyapti deydi. Kunlar keladi, men $1 million eksport qilaman IT sohasida. Rossiyadan kelib o'qib, bu yerda bitkizib ishlab yurgan bolalar bor. 1,5 million AQSh dollaridan oshdi eksportimiz. Bitiruvchilarimiz Microsoft kompaniyasida, Google kompaniyasida maktabda o'qiydi yoki hali student, uyiga 10 million, 15 million oyiga daromad olib kelyapti. Ota-onasidan uzilmagan holda. Yurtimga, davlatimga xizmatim, yordamim tegsin deb ishlasa, bu inobatga olinar ekan. 100 ta bola emas, 1000 ta bola, kerak bo'lsa 10 ming ta boladan o'qitishim kerak. Bu medalni olgandan keyin menga bu albatta bu sharaf.